Qayni ukasi bilan xiyonat qilgan kelin. Bahor endi 23 ga kirgan, ko'zlari mungli, ammo chiroyli kelin edi. U Toshkent chekkasidagi mahallalardan birida turmush o'rtog'i Jamshid bilan yashardi. Jamshid tinimsiz ishlardi, erta tongdan chiqib, kech qorong'ida qaytardi. Uyda esa ko'pincha Bahor yolg'iz qolardi. Jamshidning ukasi Aziz esa aksincha shoh va gapga chechan edi. U tez-tez akasining uyiga kirib turar, biror bahona bilan kelinning holidan xabar olar edi. Avvaliga bu oddiy qarindoshlik mehridek tuyuldi. Bahor ham uni singlidek ko'rishga harakat qildi. Ammo vaqt o'tgan sayin suhbatlar uzayib, nigohlar o'zgarib bordi. Bir kuni yomg'irli kechada chiroq o'chib qoldi. Jamshid ish safarida edi. Aziz, qo'rqmang, men bor-ku, deb kirib keldi. Qorong'u uy ichida yuraklar tez ura boshladi. O'sha kecha chegaralar buzildi. Bu xato edi, bir lahzalik hissiyot, ammo og'ir oqibatli. Shundan keyin Bahor o'zi yeb bitirdi. Vijdoni tinchlik bermadi. Aziz esa buni jiddiy qabul qildi. Go'yo hech narsa bo'lmagandek yuraverdi. Bir necha hafta o'tib, mahallada gap-so'z tarqala boshladi. Nigohlar o'zgardi, shivir-shivir kuchaydi. Haqiqat oxiri ochildi. Jamshid buni boshqalardan eshitdi. Uning ko'zidagi ishonch sinib tushdi. U na baqirdi, na urishdi, faqat chuqur sukut saqladi. Shu sukut Bahor uchun eng og'ir jazo bo'ldi. Oxir-oqibat oila parchalanib ketdi. Aziz boshqa joyga ko'chib ketdi. Bahor esa ota uyga qaytdi. U har tong oynaga qarab bir savolni takrorlardi. Bir lahzalik xato butun umrga arziydimi? Bu hikoya xiyonatning nafaqat bir oilani, balki bir necha qalbni vayron qilishini eslatadi. Ishonch sindimi, uni tiklash juda qiyin.